Uyda o'tirgan holatda chet elga pul chiqarish, Milliy bank ilovasini o'zingizlarga telefoningizga ko'chirib olasizlar. Bu yerda tepada umumiy balans so'mda ko'rinib turadi. Eng pastda o'tkazmalar bor. Kartadan kartaga o'tkazishni bosganda xuddi shunday bosiladi. To'rtinchida mana xalqaro o'tkazmalar bor. Shuni bosamiz. Korona, biz doim korona bilan ishlaymiz. Pul yuborish. Qabul qiluvchi mamlakat. Menda Turkiya mana doim pastda turadi. Kurs dollarda jo'natamiz, o'zi avtomatik chiqadi. Yuborish miqdori hozircha 250 ga yetar ekan. Roziman degan kichikcha. Qabul qilish valyutasi bizda dollar. Davom etish. O'zi avtomatik list chiqarib beradi. Endi to'ldiramiz qabul qiluvchining familiyasi. Bu yerda обязательно, adashmang, IT karta emas, qizil Zagram pasportdagi danlilar kiritiladi. Harflar hammasi bosh harfda lotin alifbosida yoziladi. Bitta ham harf tushib qolmasligi kerak. Mabodo harfda adashsangiz, o'zgartirib deydi. O'zgartirish ham pulli komissiya oladi. Qabul qiluvchining otasining ismi. Turkiya ham, Xitoy ham otchество bo'lsa pul chiqarib bermaydi. Shuning uchun biz yozmaymiz. Qabul qiluvchining telefon raqami. Tayyorni bosamiz. Davom etish. Mana, o'zi chiqarib qo'ydi. Endi bu yerda ulangan kartalaringiz. Xohlang Visa kartangizda, xohlang so'mlik. Men so'mlikni tanlayman mana. Bu yerda avtomatik kartalarim chiqadi. Birinchisida yo'q, mana ikkinchisi umumiy balans ko'ringan edi. Keyin shu yerda kurs bo'yicha sizdan yechib oladigan pulni kursi bo'yicha ko'rsatib beradi. Mana 12.260 dan pul yechyapti. 12.260 dan yechgan holatda 250 dollarimiz 3.086.000 so'm pul bo'lyapti. Keyin tasdiqlashni bosamiz. Mana pastda. Keyin bizga kod keladi. Tamam. Mana uspешно degan, muvaffaqiyatli degan chek chiqadi. Tafsilotlarni ko'rish. Mana eng tepasidagi tranzit kodi. Shu kod orqali siz Turkiyadagi jo'natgan odamingiz pul yechib olish oson bo'ladi. Bu ilovani faqat Turkiya orqali ishlataman men. Balkim boshqa mamlakatlarda ham osondir. Chunki eng osoni men uchun Zolotaya korona, uydan chiqmasdan bemalol pul chiqara olasiz.